Bugungi kun ham o'tdi. Obbo. Hozir 1 soat gapiradi, shuni. Barcha yomon ko'raman. Telefon qilib mana shunday qiladi. Alo. Assalomu alaykum hoji aka. Sizmisiz? Qanday yaxshi insonsiz. Hozir eslab turgandim. Oradan bir kun o'tib. Kecha Ismoil bilan turgandim. Daram maqtonchog'i turishini qara. Osmonda olib qo'yganday turadi o'zicha hokim. Do'stlarim, sizmisizlar? Kelyapsan do'stim? Voy, kiyimlarga yarashganini qarang. Bo'lajak hokimda bu. Biran hurmat qilaman. Kiyimlaring o'zingga yarashgan edi do'stim. Kelajaging porloq seni. Ismoil, Umidjon haqidagi yangiliklarni eshitdingmi? Problemaga kirib ketibdi, boru. Hozir bu yerda ikkalamiz turibmizmi? Faqat ikkimiz haqida gap ketsin. Uchinchi odam kelsa, keyin u haqida gaplashamiz. Men erkak kishiman, qanaqa aybing bo'lsa, seni yuzingga gapiraman. Erkak bo'lsang, oldida gapir. Xotinlarga o'xshab orqasidan gapir.